Mana shu BYD Song Plus 17900 dollarga berib yuboriladi. 505 kilometr yurayotgan flagship komplektatsiyasi 2022-yil 10-oyda ishlab chiqarilgan, lekin 2023-yildan bir qo'l olib minilgan mashina. Hadavoylarda o'pshim ishi yo'q. Bitta mana oldi laboyda trishinasi bor. Mana shuni qo'yarish kerak. Xo'p, bitta polirovka ximchiska bo'ldi. Bemalol tirikchilikka ham ko'taradi. Mana bu krilosa kraskasi bor ekan. Yangi krilo qo'yib, original krilo qo'yib sepilgan ekan. Eshikka o'tganmidi, o'tmaganmidi, skuter urilgan ekan. Xullas, eslanmadi. Mabodo kraskasi bo'lgan taqdirda ham narxi 17900 bo'ladi. Sababi u juda ham arzon qo'yilyapti. Agar kraska chiqmasa omadlari. Biskili 360 pamit sideniya, elektropaket mana. Kirligini qaranglar. Bitta ximchiska borni bor deb aytaman men har doim. Bunaqa mashinalarni maqtamayman, agar haqiqatdan maqtaglik bo'lsa, tak radarni hech o'la 84407 kilometr bo'libdi. Xo'p, mashinaning narxi 17900, o'lgirib qolinglar, bosib yuboringlar. 700 ming so'mga batareya Omkis Intes tomonidan polni tekshirib beriladi. Xohlasanglar boshqa joyda ham tekshirib olsanglar bo'ladi, lekin narxi shu bo'lishi 17900 bosib yuboringlar.